Ana hojiba duo Amin. qilsin. Alloh taolo kutyapgan ishimizga doim baraka bersin. Siz ham tantangiz sog' bo'lsin. Alloh taolo. Ukamiz uzoqroq Xo'p, aka ana ko'rsating chuvalchalarni. Ana chuvalchalarni zich qilib olib keldik mana. Xudo xolasa Andijon viloyati Paxtabod tumaniga olib keldik. Xudo xolasa akamiz mana qiziqqan ekan. Yaxshi niyatda, xudo xolasa mana begom biznesni boshlaymiz deyapti. Xudo xolasa mana chiroyli qilib 2,5 kvadrat chuvalchang olib keldik. Xudo xolasa mana joylarini bu yerda 10 kvadrat, 12 kvadrat joyga tashlayapmiz. Xudo xolasa mana mana boshladi. Tamam, yetmadi aka. Mana yaqinlashtirib olib kelaverasiz. Mana shu o'rtalar tuyatirgan holatini sekin ko'rsataveramiz. Xudo xolasa. Mana aka. Tog'a chuvalchang ma'qulmi zichilarga? Nima deysiz? Juda ma'qul. Xursandmisiz? Men xursandman, kam bo'lmay. Rahmat. Bizga bor. Keser go'shib qo'ydi. Ha, xudo xolasa chiroyli qilib, zich qilib kim nima qilsa baqamiz deganlarga xudo xolasa mana sizni ko'rsatib Noli deganmiz. xabar beramiz. Mana buni qarang. Voy mashalloh. Hozir bu 2 minutda уже bu hal kirib ketadi bu. Ha. Hozir mana srazi kirib ketadi. Yo'q, gap yo'q. Yaqinib sekin. Uch bo'lib sekin sekin to'kan tutasiz. Mana aka. Mana. Hammasi bir xil zichlikda. Biri kam, biri ko'p degan narsasi yo'q. Xudo xolasa mana ro'yla qilib, zich qilib hamma ko'riblar bir xil qilib olib kelgan. O'sha videolarda ko'rganda qolgan tog'a. Ha, xuddi shunday. Zo'r. Tavsiya qilasizmi qiziqqanlarga? Mana olinglar mana shu ukamdan mana. Ham narxi ham arzon ekan. Mana zichligi ham mana zo'r ekan. Urug'lar. Ha, urug'lar ekan, Nechin kel chiqadi bular. Xudo urug' ekan. Mana zichligi ham zo'r ekan. Narxi ham arzon ekan. Bitta O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz mana. Mana aka. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida mana aka. Mana mashalloh. Bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa. Like arisa bittadan like bosib qo'yasizlar mana aka chuvalchang. Xudo xolasa kuzgacha to'lib ketadi. Xudo xolasa. Mana hut go'shib qopti bu. Mana qarang. Qo'l mehnati yordamida teriladi bu. Bittalab terishibdi buni. Korobkaga solinadi, korzinkaga solinadi. Chuvalchangini ajratiladi mana go'ngidan. Mana. Mana aka. Siz aytgandek tuxumi ham ko'p ekan. Ha, juda mana hozirgi urug'lagan, tuxumlagan mavsumida hozir havo harorati issiq. Issiq isiyapti. Mana aka qarang. Birinchi tashlaganlarimiz o'zi mana kirib ketib bo'ldi. Mana Yo'q, qolmadi. Voh, ishni boshlandi. Ishni boshladi. Voy ham kirib ketdi. Hozir mana keldi, sirazi yangi uchastkada ishni boshladi. Ana aka mana shu tomonda yana ishga kirib kelgan. Yana to'kib ko'rsatib beramiz. Bismillah. Mana aka. Tog'a hammasi bir xilmikan? Ha, bir xil. Zo'r. Juda ma'qul ekan. Mana xursand bo'lsangiz bo'ldi mana. Biz xursandmiz. Mana. Rahmat. Mana chuvalchang go'sht holatda. Go'shib ketdi shunday. Qo'l mehnati yordamida terib olib kelinadi. Mana aka. Juda ma'qul.
Sraz bilan ishni boshladi bular tog'a. Tamam, sezadi ham sekiniga go'ngda. Yo, buni kam sezishi yo'q, chunki chiriydigan narsa borki, yo'ra. Misol bunda haligi zaharli narsa bo'lmasa bo'ldi. Misol siydikli go'ng bo'lmasa bo'ldi mana. Vichir go'sht. Vich go'sht mana. Aka mana. Mana aka. Tagacha shunaqada buni. Juda zo'r. Xursandmisiz? Albatta aka. Barakasiz bo'lsin aka. ketib qolmaydi bu. Yo'q, mana ko'ryapsiz? Hozir mana shu qorayib qolganlari mana rangi bilinib turibdi-yu, nisbatan. 30% gideta u yoq bu yog'ida mana shular bego'misga olib kelinyapti turgan go'nglarda shular. Mana o'zi To'liq ishlanmagan yo'q, holatda. to'liq ishlanmagan. To'liq ishlanmagan. Mana. Уже sekin bego'misga qarab yuryapti bu go'nglar. Mana shunaqangi holatga kelganda go'ngni 5 santimetrdan maksimum 10 santimetrga tashaverasiz. Mana. Ha, tushundim. Mana aka. Zo'r. Yaxshi, rahmat. Kam bo'lmaydi. Aloqachi qo'raslar nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar, charchamanglar.